Audio Jungle. Xo'sh do'stlar, tayyor bo'lsangiz, bugungi video roligimizni boshladik. Bugun mana sizlar bilan Redmi Note 14 Pro telefonimiz ko'rishingiz mumkin. Telefonimizning xarakteristikalari quyidagicha ko'rib olamiz yaqinroqdan. Men sizlarga yaqinroqdan ko'rsatishga harakat qilaman. Redmi Note 14 Pro Midnight Black rangi. 12 GB ga 512 GB xotirasiga ega do'stlar. Telefonimiz. Endi hozir sizlar bilan birgalikda ushbu telefonimizni ochamiz. Redmi Note 14 Pro. Bismillah. Ko'rishimiz mumkin do'stlar. Bunda ham mana bunaqangi korobka chiqar ekan. Bizda skripka va bu yerda bizni qo'llanmalar kutib olar ekan. Bu yerda bizni chexol, silikon chexol hamda yo'riqnomalarimiz va telefonimiz do'stlar. Va bizning tagida zaryadli kabelimiz mavjud. Xo'p, bunda 45 vatlik adapterimiz mavjud, ko'rishingiz mumkin. Ajoyib. Judayam zo'r. Second by Xiaomi. Yaxshi. Va bizda har doimgidek Type C cable do'stlar. Type-C kabelimiz ham turadi. Xo'p, endi biz do'stlar qisqacha telefonimizni anons bilan tanishib chiqamiz. Hozir bu narsalarni joylaymiz. Endi hozir telefonimiz o'ziga keladigan bo'lsak. Xo'p, telefonimiz Wow. Prosta do'stlar, prosta koshmar edi-ku. Telefonda kameralarga e'tibor berib qaraymiz do'stlar, juda ham zo'r ishlangan. Ko'rishimiz mumkin. 200 megapiksel OS AI camera. This is camera Redmi 14 Pro. Ekranning chetlari ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqangi avalniy как flagman telefonlarga o'xshab chiqibdi. Zaryadnik. Tak, bu yerda hozir birinchi navbatda o'sha telefonimizni sim karta qo'ygan joyi, bu yerda dinamik, o tepada ham bor ekan. Infrakrasniy nurlari deydimi? Xullas shunaqa. Bizda bitta spichka mavjud. Yaxshilab qaraydigan bo'lsak, mana bizda bitta spichka, 3 ta kamerasi bor do'stlar. Xo'sh, telefonni yoqamiz. Redmi. Telefon juda ham zo'r do'stlar, menga yoqdi, usti silliq. Qo'lga yoqimli. Xiaomi HyperOS operatsion sistem. Tili o'zbekcha, mayli, o'zbekcha bo'la qolsin, yo'q. Tilni biz ruscha qilaylik do'stlar shuni. O'zbekchaga ozgincha qiynalaman, chunki men o'zim ham rus tilida telefonimni programmasiga moslashganman. Xo'p, bizda ruskiy. O'zbekiston.
Afficher. Propustit. Va do'stlar, ungacha biz telefonimiz aktivatsiya bo'lgunga qadar uni chexoli bilan tanishib chiqamiz. Bunda ham xuddi o'shanaqa bir xil salkam ko'rishingiz mumkin. Designed by Xiaomi Redmi do'stlar. Yomon emas, bo'ladi, обычный chexol. Qo'yib ko'ramiz. Wow. Просто так, do'stlar, telefonga gap bo'lishi mumkin emas. Завершена, настройка завершена. Midnight Black rangi. Smartfonimizni ko'rinishi quyidagicha ko'rishingiz mumkin. Ishlash tezligi yaxshi. Xo'p, birinchi navbatda nimani tekshiramiz do'stlar? Birinchi navbatda kamerasini tekshiramiz. Xo'p, bu yerda AI kamera deyilgan. Hozir sizlarga 2x da ko'rsatib beraman buni, yaxshisi. Так, 200 megapiksel. Вот он. Так, effekt. Yaxshi effektlari bor ekan. 06x, 1x, 2x va 4x do'stlar. Telefonimiz yaxshi. Tak, fotoda ham yaxshi. Portretda ham bo'ladi, yomon emas. Notch. Еще одна kamera deydi-yu. Telefonimizning kamerasi yaxshi do'stlar. Ya'ni videolari ham menimcha normal. 1080 ga 60 30. 1080 ga 60 kadr olar ekan do'stlar, mana. Ko'rishingiz mumkin. Va bizni oldi kamera mana. Menimcha zo'r. Natijalari juda ham ajoyib, ko'rishingiz mumkin. Tak, filtrlar. Wow. Просто oldinda tak 1080 ga 30 fps ekan. Va 200 megapiksel kamerada oldi. Yo'q, dokument, mana dokument degan funksiyalar chiqibdi do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas, o'zi kesib beradi mana. Ko'rishingiz mumkin mana. AI deb bekorga aytilmagan. Mana. O'zi kesib berdi menga bu alohida qilib. Video sifatlari ham zo'r menimcha. 6x 1080 da faqat 30 ta kadr tushirib bera olar ekan. Yomon emas. Tak, buni yana qanaqadir funksiyalari bor edi hozir. Chastota FPS. Vot mana bu yerda 60 ko'rsatib turibdi. Menimcha bu 60 nimada chiqarkan. 1080 ga 30 olar ekan do'stlar. Makro yaxshi. Kameralarga gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Va do'stlar, video roligimiz davom etadi. Biz endi telefonimizni kamerasidan so'ng kamerasini ko'rdinglar o'zinglar. Xolisinglar masligi bitta ekranga bitta rasm chiqarishim mumkin. Va do'stlar, telefonimizning ichki xarakteristikasini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin. Telefonimizda 1.0 degan versiya kelibdi, o'sha обновление qilyapti. Mana Redmi Note 14 Pro 512 GB xotiraga ega telefonimiz do'stlar. Va do'stlar, hozir ekranni tekshiramiz. Bu yerda bizda 120 Hz deb aytilgan. Ya'ni ekran nima deydi, chastota kadrlar. Tak, mana 60, 120. Yaxshi. 120 bor ekan do'stlar. Xo'p, telefonimizni yana nimasi bilan tanishtiraman sizlarni? Hozir men tanishtirishim mumkin dinamikasi bilan. Bu uchun biz nima qilamiz? Bu uchun biz YouTube kiramiz do'stlar. Tak. Без авторский. Muzika bez avtorskiy prav. Opa. Eshitib ko'ramiz do'stlar, dinamikalarni.
Menimcha yaxshi do'stlar. Juda ham ajoyib. Menimcha yaxshi dinamikalari. Xo'p, endi do'stlar, sizlarga qisqacha qilib nimani tanishtirib o'taman. O'sha har doimgi kutgan, o'sha bizni yosh bolalar asosan ko'pincha qiziq kutib turgan joyi bor. Bu albatta o'sha PUBG Mobile'da test qilib ko'ramiz. Albatta do'stlar, PUBG Mobile testini ikkinchi videoda ko'rasizlar. Men nega alohida video qilaman? Albatta bu ko'pchilikka qiziq, sababi PUBG Mobile'da ham qancha FPS berishi menimcha bu PUBG'lar uchun juda ham qiziqarli holat do'stlar. Endi men to'g'risi bu telefon to'g'risida batafsil ma'lumot beradigan bo'lsam, telefonning umumiy holati yaxshi, ishlash tezliklari ham juda zo'r. Menimcha narxiga arziydi. Sizlar ushbu telefonlarimizda do'stlar Olchovuz internet do'koni orqali xarid qilishingiz mumkin. Video opisaniyasida ham ushbu telefonni o'sha silkalarni, ya'ni manzillarni qoldirib ketaman. Albatta kirib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi do'stlar. Narxini ham o'sha silka orqali ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Men tepaga zakrepit qilib qo'yaman imminni alohida. Va do'stlar, telefonimizni endi PUBG Mobile'da test qilamiz. Keyingi video rolik albatta PUBG Mobile testi bo'ladi. Sol dinamikasini, itak kamerasini men sizlarga hozir qisqacha obzor qilib berdim. Telefonimizning holatini. Narxiga arziydigan yaxshi telefon do'stlar. 512 ga 12 GB varianti bu. Albatta videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, qisqacha obzorimizni shu yerda yakunlaymiz. Keyingi rolikda do'stlar PUBG Mobile testini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan Texno xabar kanali. Preview.